jamolingiz, tashqi ko'rinishingiz, umuman bu dunyoda odam bo'lib yashashingiz hammasi istaysizmi yo'qmi ayollarga bog'liq. Agar siz ayollarga yor bo'lsangiz, agar sizning oilangiz va bo'lsa u farzandlaringiz bo'ladi, oilangiz bo'lsa sizning obro'yingiz bo'ladi, oilangiz bo'lsa sizning kelajagingiz va istiqbolingiz bo'ladi. Demak, yangi yilning birinchi kunida biz ilk tabrigimizni ayollarga bag'ishlashimiz bu tabiiy. Ayollar haqida ilohiy kitoblarda naql etilganidek, odam ato jannatdan momo havoga muhabbati tufayli haydalgan bo'lsa, bu uning eng buyuk gunohidir. Agar qalbingizda ayol muqaddas degan ona tasavvur yashamas ekan, sizning hayot ekanligingiz ham bekordir. U bu yerda shubhali deb yozibdi Amroqi, lekin men bekordir deb o'zgartirmoqchiman. Chunki faqat va faqat muhabbatgina insonning tirikligi haqidagi eng buyuk guvohnomadir. Bu serg'alva dunyoning barcha shovqinlari o'zaro baxt talashayotgan ochko'z kimsalarning mojarolaridir. Ular bilmaydilarki, bu olamda chinakam baxt ayol mehrini qozongan, loqal uning bir lahzalik samimiy iltifotiga sazovor bo'lgan oshiqning ilkidadir. Mana sizga haqiqiy baxt. Baxt nima desa, mana shuni javob bering. Qishloqcha Qashqadaryocha tilda yozibdi Amroqul. Qarang. Baxt nima desa, bu olamda chinakam baxt ayol mehrini qozongan, loqal uning bir lahzalik samimiy iltifotiga sazovor bo'lgan oshiqning ilki, ko'ngli, mana shu baxt imkoni. Zero bizning ayol zotiga buyuk ehtirom va muhabbatdan o'zga boyligimiz yo'q. Barcha yaxshi kunlar, bayramlar ayollarga baxshida bo'lsin. Biz ketsak, farzandlarimizga bosh bo'lib ortimizda qolsinlar. Yer yuzidagi barcha ayollarni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin yurakdan qutlaymiz. Mayli, men buni kecha ham varaqlarni ko'rib vaqtimiz yetmaydi deb olib qo'ydim. Hozir ham yana varaqlasam yana olib qo'yishga to'g'ri keladi. Nima bo'lsa ham bo'ldi, o'qiymiz. Ayolni ardoqla. Jannat onalarning oyog'i ostidadir deb hadisdan nima oladi? Hamroqul Asqar keltiradi. Epigraf. Ayolni ardoqla, ko'zlaringga surt, uning ul pokiza barmoqlarini. Ayolni ardoqla, ko'z yoshdan arid, Xudo yarlaqagan yanoqlarini. Ayolni ardoqla, ko'ngliga qara, ayama yer yuzun gavharlarini. Hofizday tanti bo'l, holiga baxsh et dunyoning eng go'zal shaharlarini. Bu Ali Sadi hofizmi kimni she'rini agar menga bir tabassum baxsh etsa ul Sheroz jononi, qaro holiga baxsh etkum Samarqandi Buxoroni degan mashhur satrlarini eslab yozgan shekilli Hamroqul Asqar. Hofizday tanti bo'l, holiga baxsh et dunyoning eng go'zal shaharlarini. Ayolni ardoqla, ko'klarga ko'tar samoning eng toza kengliklariga. Ayol izzatini qilmasa agar, ishonma yolg'onchi tengliklariga. Onalar poyiga poyondoz ayla jahon saltanatin bayroqlarini. Ayolni ardoqla, sajdagoh deb bil payg'ambar sig'ingan oyoqlarini. Onadi, singlimdi, yorimdi, yol bor izgu oyatlarni shivirlab labing. Shunda ko'kragingdan tarqalib g'ubor, mehru muhabbatdan pok bo'lar qalbing, deydi. Hamroqul Asqarga shon sharaflar bo'lsin mana shu ajoyib ayollarni haqida yozgan ulug' she'ri uchun. Endi Hamroqul davrimizning dilbar va alloma ayollariga bag'ishlab she'r yozadi va tabiiyki bu she'rini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning dilbar rafiqasi Ziroatxon Hoshimovaga birinchi to'rtlik. Demak,
O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Hoshimovaga olis manzillarga nigoh tashlaydi, yuzidan nur yog'ar onajonimday, bir-birin ko'ngliga qarab yashaydi Temur bobo bilan Bibi xonimday. Mana sizga O'zbekiston prezidenti va uning oilasi haqida qanday ajoyib to'rtlik. Mana shunaqangi haqiqiy she'rlarni bitish kerak, unaqa haligi madhiya voziydan ko'ra. Mana bu haqiqiy san'at, adabiyot va adabiyot, she'riyatda haqiqiy bir namunasi bo'libdi. Alina Kabayevaga, asli o'zimizdan Alinaxon ham goh gulday ochilib oyday to'ladi, yo'lchi og'amiz ham begona emas, Samarqand eliga kuyov bo'ladi. Endi u kimni nazarda tutgan bilmadim, hamroqlam juda haligi Sofiya Rotaro xonimga 70 dan oshibdi, lekin qarimas, chunki chehrasidan kulgu arimas, qo'shiq kulayverib dili poklangan, ko'kka uchar erdi, afsus parimas. Juda chiroyli yozibdi buni ham Sofiya Rotaro xonimga. Alina Kabayevaga ham ajoyib. Gulchehra Nurullayevaga, gulchehralar aro gul bo'lib yurdi, vataniga cho'ri qul bo'lib yurdi, To'maris momoday g'ururi yuksak, erk degan eriga tul bo'lib yurdi. Dilorom Isoqovaga, oh ustozim ketdi, kitobi qoldi, shogirdlar qalbida shitobi qoldi, ustozimdan qolgan yodgorim yangam Dilorom ismli betobi qoldi. Bu kishi Rauf Parfini rafiqasi bo'lgan bir paytlar Dilorom Isoqova ana shunga bag'ishlangan, lekin juda go'zal bir she'r yozibdi hamroh qilib. Qutlibeka Rahimbekovaga, uyida najoti mirlari, ularni qo'llasin pirlari, shoira qizini juda sog'ingan, hu turkman elining qirlari. Halima Ahmedovaga, ohangi o'zgardi kalimalarning, bag'ri but bo'lsin ey salimalarning, Farhod bozorida non sotar shirin, har satri isyondir halimalarning. Salomat Vafoyevaga, boshqalarga emas, o'ziga o'xshar, ayniqsa suyukli qiziga o'xshar. Xorazmga bor, osmonga qara, xuddi salomatning ko'ziga o'xshar. Mo'tabar Tojiboyevaga, mevali daraxtga otilar toshlar, aslida janjalni nomardlar boshlar. Agar mo'tabarday sabrli bo'lsang, poyinga egilur ko'p mag'rur boshlar. Farida Bo'tayevaga, ustoz parfi suyardi singlisi kabi, sirdosh edi Muhammad Yusuf. Bu buyuk mehrdan boshimiz egik, chin dunyoga ketdi Faridani sevganlar, Faridani sevmaganning barchasi tirik. Yaxshi yangi yil hazillari bo'ldi. Malohat Eshonqulovaga, ustimizdan kulma, g'ashimga tegma, avvalgiday emas salobatlarim. Dangasa erkaklar mardikor bo'lgach jangga kirishdilar malohatlarim. Yelena Urlayevaga, ayollar puli yo'q, eridan bezor, qarzga botgan fermer yeridan bezor. Yelena momoning tomi ketganmi? Ayni terim chog'i dalani kezar. Ra'no Sharipovaga, Xudo suygan bandaning yuzidan nur arimas, o'tib ketdi qancha anvar, Ra'nolar hech qarimas. Gulbahor Erqulovaga, har bir aytgan qo'shig'i mashoyixlar so'zidir, xato qilma Gulbahor deb, u bahorning o'zidir. Bu ham juda go'zal. Hosilaxonga, tuyoqlari bilan toshni o'pirib, tulpori kishnaydi qoni ko'pirib, ko'pkari chopsa ham baribir ayol, orqasidan yurmang gapirib. Nasiba Abdullayevaga, momolarim kuylagan, lapar aytgan qadimda, chet ellarda yursam ham Samarqandim yodimda. Zulayho Boyxonovaga, goh surnaydan zo'r yaltiroq bir nay, lekin yomon ekan bu qurg'ur Wi-Fi. Lift degan baloga
chiqmagil singlim, eski zinalardan qo'ymasin. Hay hay. Ajoyib va g'aroyib. Mana she'riyatni kuchi, ta'siri. Mavluda Asalxo'jayevaga: gohida tun bo'yi yig'lab chiqaman, yomg'irdek yog'adi dilga qo'shiqlar, ishqsizlar holimni anglamas, meni tushunadi faqat oshiqlar. Ra'no Yarashevaga: mantiqdan adashdi ma'nolar, lol qoldi oqillar donolar, o'ldirsa bizni gar barnolar, qaytadan jon berur ra'nolar. Halima Xudoyberdiyevaga: nogoh faryod chekdi muhtasham bog'lar, yuraklarni ezdi bir og'ir qismat, olis Kanadada siqilgan chog'lar, opaning she'rlarin o'qigin Ismat, deb Hamroqul Asqar yozadi. Dunyo o'zbeklari redaksiya pochtasidan deb biz bugun dunyo o'zbeklarida ham e'lon qilganmiz aziz do'stlar. Demak, biz dasturimizni yakunlaymiz. Hamroqul Asqar aytgani kabi Halima Xudoyberdiyevaning bir she'ri bilan. Modomiki bugun biz dunyo o'zbeklarining 2019-yilgi dastlabki dasturlarini ayollarga madhiya o'qishdan, ularni yod etishdan boshlagan ekanmiz. Demak, ayollar haqida Halima Xudoyberdiyevaning eng ulug' she'rlaridan birini o'qib beraman va dasturimizni shu bilan yakunlaymiz. Oshiqlaring poyingga gul otib ham bo'ldi, xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi, va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Avval kelay quchog'imga to'l balq dedilar, unamading, ayol o'zi ters xalq dedilar, icholmagach yuz o'girib sho'r talx dedilar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen daryosan, o'pganini qirg'oq yashirar, juftim bo'l deb chopganini har toq yashirar, jannatim deb quvonmasdan qumloq yashirar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Asli bu bor ermaklarning borar yeri sen, rostu yolg'on ertaklarning borar yeri sen, asov otday erkaklarning borar yeri sen. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Chorlashganda sen kelsang, goh bekor kelsangda, mast davrada bir sarin yel, bir tor kelsangda, xor kelsangda, nomardlarga goh xor kelsangda, sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Qimtinasan, astagina ko'tarasan bosh, ming yillikdir ko'zingdagi jovdiragan yosh, gunohlar, gunohkorlar mingu bitta, faqat senga tegar tosh. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Harir xushbo'y badaningda toshlar izi bor, ko'kragingda egilgan ne boshlar izi bor, quyosh izi kuydirgan quyoshlar izi bor. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 2019-yilingiz muborak bo'lsin. Ayollarni asrab avaylang aziz vatandoshlarim.